Yaxshilarim, assalomu yaxshimisizlar. Biz uyimiz yozmasdan bo'lmaydi. Qo'shnimga ham anchagina talafot tushdi, menga ham tushdi. Shoshinamiz yozgan ekan. Xullas, biz uyimiz kadastr bo'limiga murojaat qilmoqchiman. 1, 2, 3, 4, 5. Mana. Kamida 5,5 qarich. Ochiq o'tamiz mana. Biz uyimiz kadastr qilingan. Hamma yo'q joyda, bu qo'shnimniki ham joyidan yo'q. Lekin bobom o'lgandan keyin bu tomondagi qo'shnim uyni yangi qurgan. Bobom o'lgan yili qurgan, bundan oldin ko'rsatmasam bo'lmaydi. Endi pul achchig'i, jon achchig'i. Qo'shnimga ham oson tutgan, uylangan qo'shnimga. Lekin menga ham oson tutmasin u. Meni bobom o'qituvchi bo'lgan, hech kimga haqqini o'tkazmagan. Men ham o'tkazmayman, xudo xohlasa. Ro'daga din ham kerak biz. Mana biz bu tomonimizda ham bobomda 60 santimetr joy bo'lgan. Bu kadastrda o'zim bor edimda mana. Ko'ryapsizlar? Bir qarichga yetmayapti. Kadastr Rishton tumani, Farg'ona viloyatining Rishton tumani kadastrlari. Qo'shnimdan necha pul oldilar? 60 santimetr meni haqqimda. Davlat tashab ketgan. Bajarni xuddi yo'qotgani necha pul olib nima qildilar? Qanaqa kadastr qilib berdilar? Menga shu haqida ma'lumot beringlar. Nimaga men sevim quydirganimda tashagan 60 santimetr 4 qarich tashaganman, 80 santimetr deydi. Sevimni o'zim quydirganman. Nimaga? Menga kadastr qilib berdilar. Kunlarim shunaqa qoldim. Mana bu tomonni ko'rasizlar. Men ust ishlatganimda joy tashlatganman deb. Mana. Ko'rinyapti? Kim huquq berdi sizlarga? Ikkita qo'shni orasida tashagan 80 santimetr joyni tashab, qo'shnimga uy qurishga ruxsat qilib, kadastr qilib berishga. Qanaqa uyim kuygan bo'lsa, kuysin shu qilganlardi. Kadastr xodimlari. Necha pul yeyapsizlar? Mana. Sut ishlatganda boya mahallalik bolalar ishlagan. 80 santimetr meni haqqimdan tashalgan. Chunki otam aytgandi, qo'shniga devor yopishmaydi, yong'in sochin bo'lsa deymaydi. Buzib yangilasam ham qizim yo'llar tashalgan deydi, olmagin degan. Menga Rishton tumani, Farg'ona viloyati Rishton tumani kadastr xodimlari, shu qo'shnim Dilshod Azam akani uyini kadastr qilganlar. Javob beringlar. Javob beringlar. Nimaga 80 santimetrda nima necha pulga haq qilib berdilar shu qo'shnim uchun? Kelib hisob kitob qilib o'lchab ketinglar. Men sizlarni shu yerda Farg'ona viloyati Rishton tumani Mevazor Havaslar ko'chasida kutaman. Zam hokimlar ham keladi, aralashadi bunga. Necha pul olib, nima sababdan, nimani foydasiga qo'shnimga bu 80 santimetrda rasmiylashtirib berdilar. Men tashaganman, ust ishlatganimda 80 santimetr tashab qurdirganman semonda. Chunki bobomning gapi bilan qurilgan bu. Buzib qursam ham yopishtirmay kelar qo'shniga ham degan, yopishtirgan. Bag'am bu to'g'rilsa buziladi, buzilyapti. Yopishtirmaymiz u bilan ham. Bu bilan ham haqqimda ajratib berasizlar. Nima sababdan? Dokument qilib berdilar. Bobom tirikligidagi dokument menda turibdi. Uyda hujjati. Nimaga Azam akani o'g'li Dilshodga meni 80 santimetr qolgan joyimda rasmiylashtirdilar. Javob beringlar kelib. Qo'rqinglar birovda haqqidan 3-4 so'm uchun yugurmanglar, kadastrga yarashmaydi. Kelib menga hisobot beringlar, ajratib beringlar meni haqqimda. Devorni buzaman. Buzasizlar qurib olgan uyni. Meni haqqimda 60 santimetr, 80 santimetr tashlaysizlar. Bajarni xud qoladi o'sha yerda. Kim qanaqasi tushunsa tushunsin, lekin kadastr Rishton tumani javob beringlar.